Hormang. Salomat bo'ling tog'a. Kimsiz siz o'g'lim? O'g'lingiz chaqiruvdi, agarotlarga qarab qo'ying deb. Tirikchilikda tog'a. Mana shu kichkina agarotni ham pulga qildiram odaming. Ha, xamirini ko'proq qilib, qog'ziga qilib, chiroyli qilib bitta 5 barmoq uzatib yuboring. O'g'lim. Yana ovqat zakaz qilyapsizmi ko'chadan? Uyda ovqatini yeylik o'g'lim. Uyda shuncha sharoit bor, oshxonalar bor. Bitta uyda ovqatini qilib bering. Bo'ldi. Tushundingiz-a? Tushundim. Hozir. Boshlig'i. Hey, Yaxshimisiz tog'a? Abdulatifjon, tuzimsiz? Dadangiz yaxshimi? Zo'r, rahmat. Mana ovqat olib chiqadim sizlarga. O'g'lim qarang ana, yon qo'shni, jon qo'shni degan gap mana to'g'ri-da, mana qo'shning yaxshi bo'lsa yaxshi. Go'shidan rosa so'psilar. Ha, 50 dollarlik ovqat bilan go'sht kam bo'ladimi? Yana zakaz bo'lsa aytaverasizlar-a bemalol tog'a. Rahmat. Xo'p. Bu iflos urf-odatlarimizni ham sotib olyapti-yu, Ilhom. Lyuks gilam do'konimizga xush kelibsizlar. Qanaqa gilam kerak sizga? Yo, bizga gilam kerak emas o'g'lim. Mana u o'g'lim bo'ladi mana, Ilhomjon. Talab turib, beyo dada. Men ham yotolmay, men ham bir yordam beray sizga, yoningizga kerak deb qolsa. Deysanmi shunaqa, dedingmi? Aytdi. Shunga ishlasin, sazasi o'lmasin. Qayerga kirasan desa, "Men Andijon shaharda lyuks gilam bor ekan. Achiga olib boring, ishla" deydi. Shogirdlikka olasiz endi, shu o'rgatasiz. O'rgatsinmi? Qani bir o'zini sinab ko'rsin. 1 minutga qarab qo'ying nimasi joyida. Bitta aybi bor. Odamlarga pul berib, o'zini ishlatadi. Biron nima o'rganib o'zing qil desiz, ishga umuman anaqasi yo'q. Orqa yo'qda. Shuning uchun pulga berilib ketmang uka. Qancha bo'lsa men beraman. Iltimos pulga sotilib ketmang. Nazari to'qqa o'xshar. Ishondimi? Ha, bo'ldi. Mana bu yer do'konimizning 2-qavatida. Bu yerda yangi kolleksiya, hammasi Erondan keltirilgan gilamlar. Eshityapsizmi meni? Ha, eshityapman. Yuring. Bizning lyuks gilam do'konida naqd pulga hamda 1 oydan 15 oygacha muddatli to'lovga gilam olsa bo'ladi. Nima yotib oldingiz? Turing. Bizdan gilam xarid qilgan mijozlarga borib o'lchash, o'rnatib berish hamda pilisos xizmatlari mutlaqo bepul bo'ladi. Shuni siz mijozlarga tushuntirishingiz kerak. Aka, 200 da oling. Siz o'zingiz gapiring, zo'r gapirasiz ekan. Men nechadan olaman. Ilhomjon, turing o'g'lim, ishga boring. Sherigi chaqirib keldi. 9 oldi o'g'lim, shu turing. Dada. Bo'ling. 200 dolar o'zingiz borib keling dada. Yomon charchadim. Turing, itti bolasi. O'zimni dadamni o'zim pulga sotib olaman deb o'ylayapsanmi? 200 dollar bersam borib o'rnimga ishlar deb o'ylayapsanmi? Bir narsani bilib ol bola. Meni 200 dollarga sotib olmaysan. Tushundingmi? Ilhom bugun kelmaydimi? Keladi, ertadan ozgina charchabdi. Ish yuryapti-yu, yuring.